Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Her qandaq bir qavm özünün ahvalini özgertmegiçe Allah ularının ahvalini özgertmeydi. Biz ayetning ruhi bo'yicha sonimiz oz, tajriba yeshimiz kichik, otlarimiz o'ruq bo'lsa-mu, tarixda hur yashagan, amdi bo'lsa qul yashayotgan, tarixda taxt qurgan, amdilikda bo'lsa har yerda sarson bo'lgan, tarixda islom dinini eng yaxshi shaklda yashagan va boshqalarni yashatgan, amdilikda bo'lsa bir vaqt namozini muxotirjam o'qiy olmaydigan yoki o'qishni bilmaydigan, yaratquchisining ismini eg'izga elishdan qo'rqadigan holga tushib qolgan bir millatni qorong'ulikdan, zillatdan, qulluqdan, vatansizlikdan qutuldirish uchun Allohga tavakkul qilgan holda yang turib yo'lga chiqdik. Ishni Allohning omonatlari, millatning ko'z nuri, kelajakning umidlari bo'lgan farzandlarni tarbiyalash bilan boshladik. Yo'l uzun va jafoliq, davollar ko'p va egiz edi. Bizda bo'lsa faqat Alloh roziligini istagan pok qalb, Allohning rahmati yordamiga bo'lgan cheksiz tavakkul va ishonch, Allohga yalvorgan holda duoga ko'tarilgan ojiz ham titrak qo'llarli bor edi. Dal 4 yil bo'ldi. 2007-yili yozdan boshlab ba'zilari vatan dardida, ba'zilari din dardida, ba'zilari hurlik dardida o'rtaq bo'lgan vatandoshlarimizning farzandlarini oldik yenimizga. Atlandik bu uzun va jafoliq safarga. Putlarimizga tikanlar kirdi. Voy demadik. Til ahonatlar bo'ldi. Ah demadik. Tabriklar, taqdirlar keldi. Faxrlanmasdan Allohga shukr dedik. Haqorat va to'kmatlarni anglaganda bo'lsa, sizga salom bo'lsin dedik. Yo'limizni davomlashtirib ketaverdik. Mana bismillah deb salgan uruqlar bexlandi. Yurakdan urg'ib chiqqan sab duolarimiz va qalbdoshlarning duolari Allah roziligi uchun kechini kunduzga ulab ishlashdan tugilgan pok terlar bilan g'unchi bo'ldi. G'unchidek xushbaroq chachadigan bu g'unchilarning hidi bizning bu bog'chimizda texmi ko'p g'unchilarning bexlinishiga vasile bo'ldi. Ko'z nurimiz bo'lgan farzandlarimizning sab Uyg'ur tilida o'qigan she'rlari, untilishga yuz tutgan madaniyatimizning xotirasi bo'lgan milliy kiyimlar bizga tariximizni jonlantirdi. O'qilgan g'azallar harg'in tinimizni ruhlantirdi. Kurslarimizda o'gitilgan har bir oyatning u sabiylarning chuchuk tilida mungluq tilovat qilinishi, hadis shariflar va duolarning yurak izidigan zil ovozi bizdek vatansiz fidokorlarga ruhiy shifo, chak-chak yerilgan chanqoq qalblarimizga malham bo'ldi. Biz uchun qilingan Alloh sizlardan rozi bo'lsin duolari kuchimizga kuch, ishimizga barakat qatdi. Hürmetlik şairimiz Abdurrahim Ötkür'nün
Az edik uzun safarga otlanib chiqqandi biz. Emdi cho'ng karvan ataldık, qoldirib cho'llarda iz. Deginidek köpeydik, karvan bulduk. Karvanimiz kun siri g'o'ldab, bu qisqigina 4 yil ichida İstanbul shahridagi 3 rayonda echilgan yasli sinf va normal maktab o'quvchilari uchun yozliq, qishliq ta'til va hafta oxirida echilgan kurslarda ta'lim olgan o'quvchilarimizning umumiy soni 900 ga yetdi. Demak, millatimizning ko'z nurlaridan 900i o'zimiz ochgan kurslarda diniy va milliy madaniyat darslaridan ta'lim oldi. Diniy, vatani va tarixi haqida o'xshamagan saviyada bilimlarga ega bo'ldi. Bularning vositasi bilan hatto oilalarimiz belgilik bir saviyada ma'lumotlarni to'liqlagan va bu asosda ilgirlash hosil qilgan bo'ldi. Bu karvanimiz faqat son jihatdan emas, balki sifat jihatdanmi ko'p olg'a besib, barakati oshgan, iymoni mukammallashishga boshlagan ishonch, kuch-quvvat va g'ayrat jasoratda kun sari kuchayib, cho'ng karvan bo'lib ataldi. Bu karvan faqat İstanbul yoki Turkiyada emas, balki dunyoning har yerida ovozlashlari, qalbdoshlari, nafasdoshlarini ko'paytdi. Shunga faqat İstanbulda emas, balki dunyoning xili yerlaridan farzandlarni tarbiyalab berish uchun bizga avatgan qarindoshlarimiz bo'ldi. O'zimizning g'oyimizga uyg'un bir nasl yetildirish uchun bo'lmasa bo'lmaydigan va o'smirlarimizning atrofliq yetilishi uchun jiddiy ehtiyojliq bo'lgan nurg'unlagan kitob, unsin buyumlari, sahna asarlari, maxsus hujjatli filmlar tayyorlandi. Kuchimiz yetmagan yerlariga boshqa tillardan tarjima qilib saplandi. Allohning fazli va rahmati bilan bu xizmatlarimizning natijasida dinini, tilini, tarixini, o'zining kimligini va milliy madaniyatini to'nigan, bilgan nasllarga ega bo'ldik va davomli bo'lmoqdamiz. Ular orqali oilalar bilan, ba'zilari yurtdoshlari bilan, muhojirlar, ansariylar bilan tanishdi, qarindosh bo'ldi. Bu millatning ayrim dardi bir bo'ldi. Shuarlari, armonlari, orzulari, duolari bir bo'ldi. Bu birlikning ovozi dulqun yeyilib yiroq-yiroqlarga anglandi va yetib borgan har yerdan o'rtaq ovoz, o'rtaq duolarni elib keldi. Allohga hamdlar bo'lsinki, yaqinqi tariximizda va yaqinqi zaman hayotimizdagi falokatlardan, zulmlardan qutulish, kelgusimizni qutuldirish uchun yangi nasllar orqali boshlagan bu ma'arif xizmatimiz zulmat ichida tamtilab ketayotgan millatimizning yo'liga yondirilgan mash'al bo'ldi va bo'lmoqda. Allah bizga yor bo'lsin. Asoratda ojiz ingravotgan millatimizning haqiqiy hurligi uchun bu xolis niyatlik xizmatimizni texmu xayrli qilsin. Bizni va barliq millatimizni butun islom ummatining har ikki dunyoning zavolliqidan qutulishiga vasila qilsin. Amin.